Damas motorini qabul qilganda Valblo Galovga o'zimizni obunachilardan ekanlar bizga bir kun oldin telefon qilib uzoqdan boraman bir kunda bitirib berasizlar deyishganda inshaalloh ishlarini tayyor qilib bitirib berganmiz. Aka, qayerdan keldingiz? Andijondan, Asakadan aka. O'zi shukurlarda Andijon o'zi aktiv yo'raverishdi-da. Bratan taniydiganlar like bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'ysa, aka biz servis xizmatimiz nima bo'ldi? Aka, ko'nglingiz to'ldimi? Ko'ngil to'ldi, xudo xolasa. Mana ertalab keldik, xudo xolasa ishlar bitdi mana. Endi hozir ketamiz, xudo xolasa. Yaxshi, hamma yo'q zo'r ekan aka. Aka, rahmat shunchalik ishonch bildirib kelganingiz uchun. Biz ham uzoqdan keladigan klientlar bir kun oldin telefon qilib o'chirib qo'yishsa, iloji boricha ushlab o'tirmaymiz. Sizga o'xshab bir kunda o'sha 3 soat, 4 soatda ishlarni bitirib chiqazib o'ramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Sahifamizga obuna bo'lib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar.